Assalomu alaykum bizni kuzatib turgan YouTube obunachilari. Bugun biz sizlarga mijozimiz Ismoil aka bilan gaplashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimi? Mashina qalay ekan? Mashina zo'r. Qancha bo'ldi olganingizga? Bir 5-6 oy bo'ldi. 5-6 oy bo'ldi. Qancha yurishga ulgurdingiz? 400-500 tadan. Xo'p, qulayliklari qanaqa? Massaj signallari, komfortlari. Mashinaga gap yo'q. Biron xil holi aybu illat topganimiz yo'q. Yo'q. Xudo xolasa qanday olgan bo'lsa shunday yurdik, faqat bitta yog'ini almashtirgan bo'ldi. Bo'ldi, xo'p, tushunarli. Qachon Cherry oilasini ham kengaytirib plus 1 qilishga harakat boshlaysiz? Ha, endi buni haydab ko'raylik-chi, qanday bo'ladi. Cherry haqida fikrlaringiz iliq, shunaqami? Ha, Cherry haqida gap yo'q. Obunachilarga mana marhamat. Olinglar, men 5-6 yil bo'ldi olganimga. Zo'r mashinaga gap yo'q, jaloba yo'q. Men dumoqim cho'g' mashinadan. Hadovoydan men sizga so'raydigan bo'lsam, qanaqa bo'ldi? Qorlardan yaxshi o'tib oldingizmi? Ha, qorlarda funksiyasi bor. Qiynagani yo'qmi? Yo'q, hech qanaqa qiynalgani yo'q. Qor paytida funksiyasiga qo'yamiz, normalniy ketadi. Hadovoylari zo'r, qanday olgan bo'lsa shunday turibdi. Bu havoga qarab funksiyasiga qo'yib haydaymiz-da. Har funksiyalari bor, hammasi. Har xil, asosda o'rganib ketdik. Ismoil aka, bu mashinani benzin rasxodi qanaqa? Shu haqida benzin rasxodi, gapni to'g'risi, trassada 6,5 ta, hayetda emasga 6,5 ta yedi. Shaharning ichida 8 ta yedi. 8 ta. Demak, chunki men ichidan tashqari trassaga ham chiqib uzoq sayohatlarga borib ko'rdim. Ha, men Toshkentga, Buxoroga borib keldim. Oilaviy bemalol ketgansiz, chunki mashinamiz sig'ini ancha katta. Ha, rasxodi shaharda, shaharning ichida mana Toshkentda ham, Buxoroda ham aynalganimda 8 ta yedi. Trassada 6,5 ta. Faqat benzinda yuribsiz hozir. Ha, benzinda. Ballonlari-chi, ballonlari yemirilib, hali almashtirishga talab qilgan. Yo'q, ballonlari myaxki, chotki. Yaxshi, ha? Ha, yaxshi. Unaqa yemirilib, sizga yo'q, hech nima bo'lgani yo'q. Mana o'zi ma'lum-ku. Xo'p, ushbu mashinaning nafaqat ballon, hadovoylardan tashqari yana aqlli funksiyalari bor, ulardan menimcha foydalanib ko'rgan bo'lsangiz kerak. Ha, cruise kontroli bor, avtoparkovkasi bor. Yo'llarga yaxshi yuradi. Yo'llarda yaxshi. Ha, o'zi avtoparkovka qiladi. Ha, joyini o'zi topib, yaxshi joyga parkovka qiladi. Mashinadan 100% ko'nglingiz to'q. Ha, mashinada gap yo'q. Meni jalobam yo'q mashinada. Hammasi aka 1000 marta eshitgandan 1 marta ko'rgan yaxshi edi. To'g'ri, ha. Menda yo'q hali bu mashina, chunki o'sha zo'r oling. Bitta o'zim aylantirib kelasizmi mashinani? Nima gap yo'q, marhamat detiring. Marhamat. Ismoil aka, qani boshladingiz sayohatni siz bilan? Ha, marhamat, mana. Ko'rib turibsiz. Boynaga aytganimizdek. Mana hozir qarang. Signal berib turibdi, bu menimcha remenni funksiyasi bo'lsa kerak. Ha, remenni funksiyasi. Aytib ham turadi. Ha, mana aytib ham turadi. Mana hozir remenni men o'tkazaman. Shu bilan hech qanaqa nimasi bo'lmaydi. Muammosi bo'lmaydi. Mana hamma funksiyalari bor, pechkalari ishlaydi. Mana havoni ko'rib turibsiz, endi ochilish boshlayapti. Kecha kunda qor yog'ib, shamol, bo'ron bo'lib yotdi. Isitish tizimlari ham vobshe zo'r ishlar ekan. Zo'r, mana kakras ko'rinib, hozir havo mana qarang. Havo kakras sovuq, mana isitishni qarang qanday isitadi. Sira yozga o'tib qolganga o'xshab qoldi. Ha, mana ko'ryapsiz, ko'rsatyapti qancha oldi, mana orqada ham bo'lsa kerak, abagrev, ya'ni isitish tizimlari ham bo'lsa kerak bunda. Men o'zim bir rosa maza qildim. Yosh katta kishilar men bu oldi sideniyga o'tirganda bemalol oyoq cho'zib, ha, sideniyasini girovkasi ham qisib ketsa bo'lar ekan. Ha, o'zingizning razmeringizga qo'yasiz. Oyoqni moslab qo'yib ketsa bo'lar ekan. O'tirganda o'sha razmeringizni olib kelib qo'yadi o'zi. Sideniya kontrollari ham avtomat ravishda joylashtirilgan ekan, o'rnatilgan ekan mashina. Ha. Monitori qanaqa? Monitorga tushirish qiyin bo'lmayaptimi? Yo'q. O'rganib ketdik, boshida bir nima bo'ldi. Ha, xuddi telefonga o'xshagan ekan-da. Zamon rivojlangan zamoniga kerak. Xo'p, endi mashinani harakatlantirib, biz sinab ko'ramiz. Chuqurroq yo'llarda, sal noqulay yo'llarda qanday harakatlanishimiz, ma'lummi? Mana mashina hozir mana burilish paytida o'zi polni ko'rsatadi, yonini ham, hamma 4 tomonini ko'rsatadi, ha. Tepadan 360 kamerali rakursdan ko'rsatib, tashqarida yaqinda nimaga urilishi mumkin yoki qayerga burilyapti, o'shani ta'kidlab ko'rsatib o'tadi, shunaqami? Ha, shunaqa mana ko'rsatyapti-ku o'zi. 360 gradus polni burilib ko'rsatadi. Xo'p, endi mana ko'rib turganingizdek, cho'nqurlardan harakatlantirib, sal mashinani qiynaymiz aka. Gap yo'q. Marhamat. Mana hozir cho'nqurlarga yetib qanaqa
noqulaylik tug'dirgan. Noqulaylik ha nimasi yo'q. Mana ko'rib turibsiz. Past chuqurli joylarga deyarli loy qilingani yo'q. yo'q. Qanday to'g'ri yo'lga yursa, bu yo'lga ham shunaqa yuradi. Mягкий-da. Shunaqa juda ham mягкий qadamlarda muammosi yo'q. Yo'q. Endi mana unqur-chunqur yo'llarga sinab ko'rdik. Bitta kayfiyatni ham, adrenalinni ham ko'tarib, 0 dan 100 gacha chiqarib ko'ramiz aka, bo'ladimi? Ha, mayli. Ismoil aka, bo'lmasa boshlaylik. Menimcha yo'limiz yetsa kerak uyga chiqib. Yetadi, mana. Mana ketdik mana. Mana yaxshi bo'ldi, bo'lsa sekinlashdi. Ismoil. Xo'p, hurmatli obunachilar, ko'rdinglar, hozir Ismoil aka 0 dan 100 gacha mashinani juda ham tez olib chiqdilar. O'sha vaqtda necha sekund 100 ga chiqqanini aytib o'tishinglarni kommentariyada kutib qolamiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana o'zingizlar ko'rdinglar, mashinani 0 dan 100 gacha ham olib chiqib ko'rdik, unqur-chunqur yo'llarda ham harakatlantirib ko'rdik. Endi Ismoil aka, men sizga yuzlanaman. Oxirgi savolim. Mashinani olib chiqishda, hujjatlarda qiynaldingizmi? Yo'q, qiynalganim yo'q. Men bir kunga olib chiqdim. Bir kun vaqtingiz ketdi. Ha, bir kun vaqtim ketdi, lekin ertalab kelgan edim, kechga o'sha mashina bilan chiqib ketdim. Obunachilarga nima maslahatingiz, qanaqa tavsiyalaringiz bor? Shularni gapirib o'tsangiz. Hech qanaqa dokument uchun muammo bo'lgani yo'q, muammo bo'lmaydi ham. Xayr, mana agar ishonmasangiz kelib ko'ringlar. Nima qilinglar? Mana ko'rdinglar, hurmatli obunachilar, yaqqol misol sizlarga ko'rsatib, gapirib o'tdilar. Xohlasanglar, marhamat, bizning avtosalonimizga kelib, bemalol xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Ismoil aka aytgandek, bir kunda sizlarga rasmiylashtirib beramiz. Hurmatli obunachilar, bugungi ko'rsatuvimiz shundan iborat edi sizlarga. Endi sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Keyingi ko'rsatuvlarda sizlar bilan ko'rishguncha xayr.